Muzlagan qalblar. Muallif Bahorim. 5-qism. Saodatni yonidan chiqib, og'ir qadamlar bilan o'z xonamga kirdim. Hali Husniddin aka kelmagan shekilli, hech kim yo'q. Xonani eshigini qulflab olsammikin? Bu zo'ravon erginam baribir aytganini qiladi deya xonani kuzatib, shularni o'ylab turgandim, orqamdan kimdir kelib quchdi. Ha, nima reja tuzayotgan eding? Baribir hech bir rejang ish bermaydi. O'ylab, ovora bo'lma. Qoching, kiyimlarimni alishtiray, siqilib ketdim. Bir amallab Husniddin akaning qo'lidan chiqib oldim. Alishtir, men ham alishtiray unda. Keyin bemalol gaplashamiz. Chiqib tursangiz bo'lardi. Husniddin akaning qoshlari chimirildi. Indamadim. Uzun etekli ko'ylagimni alishtirib, yengil bo'ldim. Rostdan siqilib ketgandim. Kel, o'tirchi. Nima haqida gaplashamiz o'zi? Hammasi haqida. Bugun nega to'yxonadan chiqib yerda o'tirganding? Nega raqam almashtiryapsan? Birinchi turmushing qanday bo'lgan? Eshitishni, bilishni xohlayman. Xohlamasam-chi aytishni? Menga shunchalik ishonmaysanmi yoki qo'rqasanmi? Nega aytging kelmayapti? Bilmadim, aytgim yo'q, deya yotoqqa suyangancha bir nuqtaga qaradim. Husniddin aka esa mendan javob kutardi. Unda men aytaman, birinchi turmushim haqida. Husniddin aka birinchi ayollari haqida aytib berdi. Rosti, achindim. Sevib sevilmaslik yomon. Mening ham birinchi turmushimda men sevgandim. U ham sevadi deb o'ylardim. Ammo u o'zini sevarkan. Nora, meni eshityapsanmi? Husniddin akaning baland ovozdan cho'chib tushdim. Ha, eshitdim. Endi sen aytchi. Husniddin akaga qaramasdan o'tmishimni, og'riqli kunlarimni so'zlab berdim. Bularni eslash menga og'ir. Hozir esa menga tahdid qilishyapti deya tahdidlarni ham aytdim. Nima? Shuncha narsa bo'libdi. Nega menga aytmading? Senga biron nima qilganida-chi? Uni o'zim topib qamataman ertagayoq. Mening ayolimga tahdid qilish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman, yaramas. Bo'ldi, asabiylashmang. Qanaqa asabiylashmay? Joning xatarda ekan. Taqinchoqlaring-ku mayli. Senga biron nima qilganida-chi, deya quchdilar. Menga raqamingni ber. Men ishlataman. Yana uyimizdagi narsalarni bizdan oldin bilyapti. Sotqin bormi uyimizda? Menga raqamingni berganingni aytma hech kimga. Xo'p. Biroz quchib o'tirdilar. Nora, jazoing esingdami? Husniddin aka, men hali jiddiy munosabatlarga tayyormasman. Bilasanmi? Sen qanchalik o'zingni olib qochsang, shunchalik meni o'zingga tortyapsan. Men o'yni o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi. Nima? Eshitganing deya qayta quchdilar. Voy, bu qizni shirinligini, Saodat katta ovsinining kichik qizchasini quchdi. Uyat, kelin, uyat. Saodatni sarisini yechib, qizaloqni erkalayotganini ko'rib jilmaydim. Nega chiqding xoningdan? Tanishtiruv bo'ladi. Xolamlar qani? Bilmabman. Menga salom qilmaysanmi? Soxta qosh chimirdim. Opa, axir eringni akasining xotiniman. Tez salom qil deya mazza qilib kuldim Saodatni qarashidan. Opa-yey, rostdan shunaqa qilsangiz, 2 kunda yuragimni yorasiz. Hazil singiljon, yur seni o'zim tanishtiraman uyimiz bilan. Saodatga oshxona, mehmonxona, hammasini tushuntirdim. Singiljonim, men bu yerlardan ketaman. Ajrashgach, sen esa baxtli bo'lgin. Nega qalbim hech nimani his qilmayapsan, nega? Nora, orqamdan tanish ovoz eshitildi. Tinchlikmi? Zo'ravon erginamga savol nazari bilan qaradim. Haligi kimsa xabar yozyapti deya sekin gapirdi. Nega sekin gapiryapsiz? O'sha sotqin uyimizda bo'lishi mumkin. Men haqimda qayg'urmang, baribir ajrashamiz-ku. To'y o'tdi endi. Jim, bu haqida gaplashdik shekilli. Husniddin aka gapimni bo'ldi-da, yaqinroq kelib quchdilar. O'zingiz aytgansiz-u, ajrashishni. Aytgandim, endi xohlamayman. Indamadim.
Muz qalbim nima qilay? Nima qilay? Saodat katta ovsinim birgalikda nonushta tayyorladik. Ko'z tegmasin kelinlarimga deya qaynonam bizga tabassum ila gapirardi. Xursand edilar. Humoyun, sen ham yomonsan. Yangi yilgacha uylanaman deding, uylanding-a? 2 kundan keyin yangi yil, kuldi Xurshid. Xurshid katta akasi Husniddin va Humoyunni. Bilasiz aka, sizning yo'q, sizlarning ukangizman. Oyi, bu kelinlaringiz bugun nonushta olib keladimi? Qornimiz ochib ketdi-yu, oshxonadan kelayotgan onasiga gapirdi Xurshid. Ha, hozir birpas sabr qilinglar deya jilmaydi Xadicha xola. Bu yil yangi yilni to'la to'kis bo'lib kutib olarkanmiz-da. 2 ovsinli bo'ldim. Axir Ziyoda gapirar ekan, Nora va Saodatga qaradi. Ziyoda katta ovsini. Ha, shunaqa ovsinjon deya jilmaydim. Ichimda esa balki yangi yil mensiz o'tar, og'ir yutinib qo'ydim. Ovsunlarim bilan tayyorlagan nonushtani birgalikda olib chiqdik. Birgalikda kulishib nonushta qildik. Nora haligi yozayotganni bugun topishga harakat qilaman. Husniddin aka kiyinar ekan menga qaradi. Sen ham ishga borasanmi bugun? Ha, boraman. Kechki payt aylanishga chiqarmiz. Nima deysan jonim? Hech qayerga borgim yo'q. Nega? Tushunolmayapman. Hali ham ajrashish haqida o'ylayapsanmi? Ha deya bosh silkidim. Men senga ko'ngil qo'ydim. Sen ham ko'ngil qo'yarsan deya kutdim. Harakat qildim. Menimcha senga zo'ravonlik qilib xato qildim. Bu ishlar rejamda yo'q edi. Lekin nima qilay? Shunaqa ishlar bo'lib ketdi. Shuning uchun ham meni battar yomon ko'rib qoldingmi? Shu ham yana bu muz qalbim hech nimani his qilmayapti. Faqat yolg'izlikni istayapti. Mening ham go'zal oilam bo'lishini xohlayman, lekin qo'rqayapman. Endi zo'ravonlik qilmayman, qo'rqma. O'zing xohish bildirsanggina bo'ladi. Bundan keyin ham qo'rqma. Kel, yangi yilni birga kutib olamiz. Shundan keyin nima desang shu bo'ladi. Shundan keyin nima desang shu deya sochlarimdan o'pib qo'ydi. Ishga borish uchun hafsalasizgina kiyindim. Kayfiyatim nega yo'q, o'zim ham tushunmayapman. Husniddin aka meni ishimga tashlab, o'zi ham ishiga ketdi. Nora opa, haligi kelin liboslari kelmabdi hali ham. Buyurtirganimiz. Nega kelmaydi? Axir mijozlarimiz avvaldan pulini bergan. Bugun bittasini to'yi bo'lsa, yo'llar muzlagani uchun olib kelinadigan liboslar shofyori yo'lda qolib ketibdi. Obbo, shuni nega avvalroq aytmading-a? Asabiylashib joyimdan turdim. Tanish yigitlarga qo'ng'iroq qildim. Hammasi band. Yangi yil oldi hammasini ishi bor. O'zim borib kelaman chog'i. Qayerda qolib ketibdi? Manzilni ber. Mana shu tog' yo'lida. Yaxshi, unda o'zim borib kelaman. Sizlar mijozlarga xushmuomala bo'lib, yaxshi qaranglar deya o'z kiyimim va shapkamni kiydim-da tashqariga chiqdim. Tashqarida qor yog'ardi ajoyib. Ammo hozir qordan zavq olishga vaqt yo'q. Tez mashinaga o'tirdim-da manzil tomon yo'l oldim. Rostdan ham tog' yo'llari muzlagan, deyarli mashina yo'q edi yo'llarda. Mashinani sekin boshqarib ketar ekanman, yo'limni eskiroq mashina to'sdi. Qoch deya ishora qildim. Qochmadi. Oxiri tushishga majbur bo'ldim. Aqldan ozdingmi? Qoch yo'limdan. Mashinadan niqobli kishi tushib yonimga keldi. Yana uchrashdik, go'zalim, tanish ovoz. Sen? Ha, men. Raqamimni erimga berdim, qutuldim deya o'ylaganmiding? Nima xohlaysan, qoch yo'limdan. Sendan faqatgina pul xohlayman. Meni ta'minlab turibsan, yaxshigina. Nega seni ta'minlashim kerak? Kap-katta yigitsan. Yana men hech qanday qotil emasman. Meni tinch qo'y. Jasur ekansan, qizaloq. Yigit tezlik bilan bo'ynimga pichoq tiradi. Qanday bo'ldi anglolmay ham qoldim. O'ldir, o'ldir. O'zi to'yib ketdim. O'ldirsang qutulardim hammasidan. Sen hali o'lmaysan. Qani tez mashina kalitingni berchi? Tez. Ol, ana turibdi mashinada tekin tomoq. O'chir deya yigit mashinadagi sherigini chaqirdi. Sherigi ham kelib mashinani u yoq bu yog'ini tekshirgan bo'ldi.
Yaxshi qol qizaloq deya yigit itarib yubordi-da, o'zi mashinamga o'tirib ketdi. Yaramas, endi nima qilaman? Qo'lim qaltirab, cho'ntagimdan telefonimni oldim. Jin ursin, aloqa ham yo'q. Sovuq, sovuq. Qanday ketaman bu yerdan? Husniddin o'sha Noraga tahdid qilayotgan kimsani topolmadi. Asabiylashib, ofisdan chiqib, Noraning ishxonasiga keldi. Qizlar Norani toqqa ketganini eshitgach, yanayam jahli chiqib, mashinasiga kelib qayta o'tirdi. Shunday sovuqda tog'da nima qilarding-a? Yana telefoniga tushib bo'lmayapti. Saodat jonim, nima ovqat tayyorlayapsan? Oshxonada ovqat qilayotgan Saodatni Humoyin kelib quchdi orqasidan. Humoyin aka, qoching, kimdir ko'rib qoladi axir. Hech kim ko'rmaydi, chiroyligim. Qayerdan bilasiz? Chunki akamlar qizlari bilan aylanishga ketdi. Oyim dam olyapti, dadam hali kelmaydi. Hayya, Humoyin aka, Nora opam ham erta kelaman degandi. Telefonlari o'chiq hali ham. Yo'q, akangizga qo'ng'iroq qilingchi, balki birgadir. Xavotir olyapman. Hozir deya Humoyin telefonini olib akasiga qo'ng'iroq qildi. Aka, qayerdasiz? Uyga kelmayapsizmi? Yo'q, ozroq ishlarim bor. Kelinoyim yoningizdami? Saodatga erta kelaman degan ekan. Ha, yonimda deya yolg'on gapirdi Husniddin, xavotir olishmasin deya. Yaxshi, unda deya Humoyin telefonni o'chirdi. Ana, akam va kelinoyim mazza qilib aylanib yurishibdi. Biz qachon aylanishga chiqamiz? Qayta ayolni bag'riga bosdi Humoyin. Sovuq, sovuq, holim qolmadi. Muzlab qolyapman. Xuddi qalbim muzlagandek, butun tanam ham muzlab qolyapti. Uyqum ham kelyapti. Ko'zlarimni arang ochib, atrofga qaradim. Qorong'u tusha boshlabdi. Husniddin tog' yo'llarida sekin mashinani haydab kelar ekan, hech qanday uy yoki mashinani ko'rmasdi. Nora, qayerdasan-a? Biroz yurgach, yo'lning chap tarafidagi chetroq joyda yerda cho'zilib yotgan Norani ko'rib, tez mashinani to'xtatdi. Nora, uyg'onmagach tez ko'tardi-da, mashinasiga olib chiqdi. Jonim o'zimning, muzlab qolibsan-ku. Hozir ketamiz bu yerlardan, ketamiz deya mashinasini isitgichini to'g'risiga yotqizdi Norani. Husniddin avaylabgina Norani isitgich yoniga yotqizdi. Muzlab qolibsan-ku. Hozir bu yerlardan ketamiz deya Husniddin mashinani yurg'izdi. Opam nega o'ziga kelmayapti? Issig'i tushgan bo'lsa. Bilmadim Saodat, bilmadim. Horg'in gapirdi Husniddin. Chunki Husniddin 2 kun uxlamagandi. Norani yonida o'tirib chiqqandi. Men ko'zimni ochar ekanman, Husniddin aka va Saodat o'zaro suhbatlashishardi. Ana, o'ziga keldi. Nora, yaxshimisan? Opa, buncha uyquchi bo'ldingiz? Qayerdaman? Dedim sekingina, qayerda ekanligimni anglolmadim birpas. Uyimizda, hayron qaradi Husniddin aka. Nima? Eslolmayapsanmi? Ozroq. Opa, qorningiz ham ochdir. Hozir u bu yegulik olib kelaman deya Saodat chiqib ketdi. Nora, qo'rqitib yubording. Husniddin aka sochlarimni siladi. Men esa boshqa tarafga qarab yotib oldim. Senga nima bo'lyapti? Bilmayman, charchadim, uxlamoqchiman. Hozir uyqudan turding-ki o'zi. 2 kun uxlading o'zi ham. 2 kun? Qaramasdan gapirdim. Ha, 2 kun. Bugun yangi yil. Tura qol endi. Bayramni birga kutamiz degandik. Qachon? Nora hali ham isitmang bor shekilli. Ozroq uxlay deya ko'zimni yumdim. Qancha uxladim bilmayman. Turdim-da vannaga kirdim. Boshim aylanayotgandi ozroq. Yuzimni yuvdim-da chiqdim. Nora, Husniddin akam quchdilar. Yaxshiman deya Husniddin akaning bag'ridan chiqib, karavotga o'tirdim. Soat necha bo'ldi o'zi deya soatga qaradim. Kechki 6 bo'libdi. Sanaga qarasam 31-dekabr. Esimda 29-dekabrda tog'ga borganim. Anavi tekin tomoq mashinamni olib ketdi. Sovuqda qolib ketdim. Keyingi voqealarni eslolmayman. Menga nima bo'ldi? 2 kun uxladimmi? Menga ajablanish, mehr ila qarab o'tirgan Husniddin akaga qaradim. Ha, 2 kun uxlading, ayiqdek kuldilar. Hazillashmang. To'g'risi, endi bemalol ko'chada yuraversang bo'ladi. O'sha tekin tomoq hozir qamoqda. Nima?
Ha, shunaqa. Endi ikki ko'zim senda bo'ladi. Ruxsatimsiz hech qayerga bormaysan. Xo'p deya bosh silkib qo'ydim. Hozir yaxshisan, shundaymi? Ha, yaxshiman. U tekin tomoqni qanday tutdingiz? Uyimizda sotqin bor degandim. U xizmatchi ayol Salima opa ekan. Saodat o'sha tekin tomoq bilan suhbatini eshitib qolibdi. Ayolni yaxshilab siquvga olgandim, hammasini aytib berdi. U o'sha yigitga oilamizda nima bo'lyapti aytib turgan. Yigit evaziga unga ham sendan olgan pullaridan bir qismini berib turgan. Siquvga olgandim, yashash manzilini berdi. Uni qamatdik, ayolni ishdan haydadik. U yigit faqatgina o'sha birinchi eringni sen o'ldirgan degan taxminni bilar ekan. Keyin aybdor qamalganini ham. Unga faqat pul kerak bo'lgan. Yo'q, video tasvirlarni bor deya seni qo'rqitib pul olmoqchi bo'lgan. Sen unga e'tibor qilmagansan. U birinchi rejasi o'xshamagach, qarshingga chiqishga qaror qilgan. Pul undirgan, tahdid qilgan. Xullas, endi u yo'q. Shunaqa bo'lsa ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hozir esa kiyimlaringni alishtir. Ko'chaga chiqa olmasak ham bayramni birgalikda kutib olamiz. Turdimda Husniddin aka tanlagan ko'ylagimni kiydim. Sochlarimni tartibga keltirdim. Pardoz qilmadim. Hozir bugun Husniddin aka aytgandek bo'lsin. Bayram o'tishi bilan ketaman. Bir qarorga keldim. Turmush, oila men uchun emas. Hali-haligacha birinchi turmushimdagi voqealar kelajagimga ta'sir qilyapti. Bu turmushim, bu oilamdagilarga ham biror zarar yetkazmasimdan avval ketganim ma'qul. Hech nimani his qilmay yashab, muz qalbim ila Husniddin akani ham qiynab yubordim. Men ketsam unutadi va boshqasi bilan baxtli bo'ladi. Men baxt bera olmayman. O'zimga ham, erimga ham. Ketaman, uzoqlarga ketaman. Pastga tushsak, hammani yuzida tabassum. Ayniqsa, ovsinimning ikki qizi qiyqirib kulishib o'ynashyapti. Nora qizim, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ha, oyijon, yaxshiman. Opa, siz yoqtirgan taomni tayyorladim. Rahmat deya jilmaydim Saodatga. Oilaviy hammamiz kechlik qildik. Televizor tomosha qildik. Soat 12 bo'lishiga hali bor. Nora, keyingi yilga qanday rejalaring bor hayotim? Balki farzand haqida yana bir o'ylab ko'rarmiz. Husniddin aka yelkam uzra qo'lini o'tkazib quchdilar. Qo'lingizni olsangiz bo'lardi. Uyat, hamma o'zi bilan ovora. Men hali hech nimani o'ylab ko'rmadim. Aslida o'ylagandim. Yaxshi, unda birgalashib reja qilamiz-da. Hissiz ko'zlarimga mehr ila termoldi. Xo'p, rostdanmi? Jilmaydilar Husniddin aka. Xo'p demaysan deya o'ylayotgandim. Unda yo'q. Hammi yo'qmi? Bilmadim. Mayli, majburlamayman. Qachon xohlasang shunda. Xo'p. Nima bo'ldi? Istimalab 2 kun uxlaganingga lug'atingdagi so'zlar o'chib ketdimi? Faqat ha, yo'q qolibdi. Bilmadim. Bu ham kam gaplik yarashmas ekan. Doim gaplarimga javobing tayyor edi. O'ziz aytdiz-u, gap qaytarma deya. Ha, aqlli xotin bo'lmoqchiman degin, yuzimdan o'pib qo'ydilar. Oilaviy birgalikda yangi yilni kutib oldik. Bir-birimizga iliq fikrlar aytdik. Oyjon va dadajon bizga farzand so'rab duo qildilar. Yangi yil o'tgach, oz muddat ishga chiqmadim. Bundan keyin ham chiqmasam kerak. Shu vaqtda ajrashish hujjatlarini tayyorladim. Husniddin akaga aytmasdan, bildirmasdan. Mana, bugun ketar kunim. Ketishimni hech kimga sezdirmadim. Hatto Saodatga ham aytmadim. Kerakli hujjatlarimni oldim. 3-4 kiyim ham oldim. Saodatga xat yozdim 2 og'iz. Ajrashish hujjatiga imzo qo'ydim-da, ko'rinadigan joyga qo'yib qo'ydim. Oradan oylar o'tdi. Turkiya, Istanbul. Yaxshi, juda yaxshi rivojlanyapti kichkintoy. Nora xonim, jinsini bilishni xohlamaysizmi? Shifokor ayol turk tilida gapirardi. Menga savol nazari bilan qarab turar ekan, ekrandagi bolajonimga qaradim. Ha, nima ekan jinsi? O'g'il, jilmaydi ayol.
Ko'zimdan bir tomchi yosh sizib chiqdi. Bolamni bir me'yorda urayotgan yurak urishini eshitib, yig'lab yubordim, ko'nglim bo'shab. Shifokor huzuridan chiqishim bilan Shahram akam o'tirgan joydan turdi. Hammasi yaxshi, bolajonim yaxshi rivojlanyapti, jilmaydim. Unda yaxshi. Shahram aka, dengiz bo'yiga boraylik. Ha aytgancha, Saodat nimalarnidir sezib qolgan shekilli, tinmay sen haqingda gapiryapti qo'ng'iroq qilganda. 5-qism tugadi. Davomi bor.